Boyaga nechi pul bo'ldi bu? 25,5. 25,5 aka. 25,5 million bo'pti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari, chorvasevar aka-uka, muxlislar. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva chorva bozoridan xudo xolasa katta-kichik buqalar bilan narx-navolari, savdolari, barakalari birma-bir tanishtirib o'tamiz. Bir dondan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turasizlar, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolasa mana shu buqachamiz ham menimcha baraka bo'lsa kerak. Shet nechi pul bo'ldi bu? 14 million 600. Hurmatli obunachilar, 14 million 600 ming so'mga bob barakasi bo'ldi. Jonivor. Sekin bir boshli obzorimizni boshlaymiz hurmatli obunachilar. 12-aprel hafta kuniga yakshanba, Farg'ona viloyati Quva tumani. Quva chorva mol bozori. Mana bu tanishtirib qo'yaylik. Katta 14 million 600 ming. Bitta yiriklari turibdi. Yiriklaridan boshlaylikmi birinchi hurmatli aka-ukalar? 27 million so'm talg'iriga. Talg'iriga 27 million so'm hurmatli aka-ukalar. Mana. Ne yetişyapti? Taroziga chiqadi shekilli menimcha. Taroziga. Xudo xolasa qizg'in video qilib beramiz hurmatli aka-ukalar. Like'larni tars bosib turaverasizlar. Boshqatdan tushib ketib qoldi. Baraka bo'ldimi? Yo'q, aka sotilgan. 442 kilo. Hurmatli aka-ukalar, 442 kilo. Mana jo'q. Boyaga barakasi bo'ldimi bo'lgan yo'q? Nechi pul savdo ko'ryapti bu? Boyaga 29 million berilgan yo'q. 29 million so'mga hurmatli aka-ukalar. Mana bu tomonda oq boshimiz baraka bo'ldimi? Bitta bilaylik-chi. Boshda nechi pul qilishyapti buni? 23 qilishyapti. 23. 23 million. Boyakalar. 23 million bo'ylari 120 plus savdo xolasa. 125 ga qotadi. Yaxshi narsa xudo xolasa. Mana sekin ma'lumotini bilaveramiz. Ishqibozlarga. Bozorda bari fikri xayoli mana shu galab o'qadi ekan o'zi. Ketdik bismillah. Boyaga nechi pul qilishdi buni? Jupini 43,5. Hozirgi oq bosh bilan jupini 43,5. Boyaga nechi pul bo'ldi? 26. Bosh. 26 million so'm. Janob. Jupiga 43,5 million so'm. Oq bosh bilan bu shvetimiz, aka-ukalar. Shvetimiz ham yaxshi narsa ekan. Ko'chat. Mana kiyik shoxligina, akalar mana. Boyaga nechi pul qilishyapti buni? Beraverib. Eng baland savdosi nesi? 21 million 200. 21 million 200. Hurmatli aka-ukalar. Nechi puldan qaytilyapti o'zi? 23 million so'm beramiz. 23 million so'm o'zimiz xayri bor. Aka-ukalar 23 million so'm o'zimiz xayri bor ekan. Bo'ylari premyerda 125, 120 plus. Bo'lsa buqalarimiz seroq. Birma-bir ketaveramiz narx-navolar bilan. Boyaga nechi pul qilishyapti buni? Nechi pul qilishyapti? 22,5. Mo'ljal nechi pul aka o'zi? Nechi puldan qaytyapsiz? 25 dan qaytadi. 25 million so'mdan qaytilyapti. 22 million 500 ming so'm savdosi bo'lib turibdi. Tish buzganmi aka bu yo? Bo'zicha. Bo'zicha. Ketdik. Sizlardan aka bular yo Olishimda. nechi puldan bo'ldi? 31 million 300 ming. 31 million 300 ming. 31 million 300 ming so'm. Shveti yaxshi narsa ekan, hurmatli obunachilar. Qancha? 31 million 300 ming so'm ikkalasiga. Greenford bilan Shvedga.
Yaxshi, bozorini bersin. Ketdik akalar. Sekin iloji boricha video tuzmasdan, videolarimizda, gap so'zlarimizda xato kamchiliklar bo'layotgan bo'lsa akalar, oldindan uzr so'rab qolamiz. Chef sizdanmi ular? Green foodlar. Bitta ularning egasini topaylik-chi. Bittasi talg'ir sifatroq ekan. Sekin bu tomonda semizlari. Ishqibozlariga mana shular. Egalari qayerda ekan bularda? Musajon aka necha pul bo'ldi? 20 ga 300 kam. 20 ga 300 kam. 20 ga 300 kam, hurmatli aka-ukalar. 19 million 700 ming so'm. Bobor akasi bo'lib qo'yamiz. Voy aka, oldingizmi buni yo sotiladimi? Yaxshi narsa ekan, hurmatli aka-ukalar. Turuvdi qaranglar. Sekin bir boshli yoshlarga o'tiramiz aka-ukalar ko'chatlariga. Shep necha pul qilishdi buni? To'g'ri bo'ladi. 20 millionga to'g'ri. Necha pul narx aytilyapti o'zi? Aytilish narxi necha pul? 23. 23. Yosh qanaqa ekan buni? Yoshiga to'lmagandir hali. Bo'zgacha. Yoshiga to'lmagan bo'zgacha. Hurmatli aka-ukalar, 20 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Xolasa yaxshi narsa. Chi. Mana ishqibozlariga. Ishqibozlarga bitta nomer aytib qo'ying. 93lik. 93lik 341 341 67 27. 67 27. Hurmatli aka-ukalar, aloqaga chiqaverasizlar, mabodo sotilib ketib qolmasa. Hurmatli aka-ukalar, telefon kelib qo'ygani sababli videoda o'chirib turdim. Yana bir boshlayveramiz. Chep necha pul qilishyapti buni? 22 million. 22 million. Necha pul narx aytilyapti o'zi bunga? 25 deyapsiz, kami bor. 25 million ozmoz xayri bor. Yaxshi narsa ko'chat. Hurmatli aka-ukalar, talg'ir. Mana ishqibozlariga. Ishqibozlarga nomer aytib qo'ying. 97lik. Aha. 201 06 81. 201 06 81. Bu ham sizlardanmi? Bu ham Necha pul qilishdi buni? bunisiga 22 kami bor. 22 ham bor. Bu turuvchi zo'r ekan. Ikkovi ham bitta nomerda. Aha. Nomerda. Yaxshi. Yana bo'ladi aka bunaqalardan. Yana bora bunaqalardan yo boshqa. Bora aloqaga chiqishaveradi. Bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yaxshi narsalar ekan. O'sh qizilimiz baraka bo'lib ketdi. Men bir boshli yana ketaveramiz aka-ukalar. Baraka bo'ldimi ekan? Chi, yur. Chi. Ular necha pul qilishdi buni? Ana. Ana, mana shunaqa. Necha pul bo'ldi voy aka bu? 16,5? 16,5. Hurmatli aka-ukalar. 16 million 500 ming so'm bob barakasi bo'libdi. Mana. Jonivor. Xolasa shunaqa qilib sekin barakasidan ham, savdo bo'layotganidan ham hammasidan chiroyli qilib chiqaraveramiz. Boyaga necha pul qilishdi buni? 17 ekan. 200 ming ekan 17 million. Necha pul narx aytilyapti? 17,5. Mana, ukalar. Yo'l-yo'lga ham bilib ketaveramiz narx-navolarni. Sekin. Necha pul bo'pti akalar? 32. Mana, hurmatli aka-ukalar, 32 million so'm. Ko'chat buqachalar. Shunisi qancha semiz ekan, o'zi bo'linib turibdi. Bo'ylari 1.15 o'n yerida-yu, lekin ancha etli ekan. O'zi yosh bo'lsa ham. Bunisi unaqa emas ekan. Mana. O'zlariga aka-ukalar, 32 million so'm. Yaxshi. Bozor yaxshi. Savdo bo'lyapti aytdim.
Boyaga necha pul berdingiz? 18,5 olasiga. Bulardan ko'ra jichcha dadilroq. 8,5. Ishtirmi? 500. Savdosi bo'laversin-chi akalar, mana bir barakasini ham nasib qilsa ko'rsatamiz. Hozir sekin maydalar tomonga o'tamiz, akalar. Chet chiqani, mana. Oyoq qo'llar. Oraga necha bo'ldi ekan? Shvetni вообще zo'r. Chep necha pul qilishyapti buni? Necha pul bo'ldi? 21,5. Mana shu gulini olibsiz-da, olganda ham. 21,5 million so'm. Hurmatli akalar. Shvet zo'ri. Shvetlar bor akalar, boshlandi. Oshtoq sizdanmi bular? Necha puldan narx aytilyapti, yo oldingizmi? 35 jupiga. Jupiga 35. Savdo ko'rdim yo necha pul? 34,5. Toza 34,5. Mana shvetchalarda zo'rlari, hurmatli akalar. O'sha shikalatlari. Mana shig'ozlar ekan. Bo'ylari примерно 1.10 yonverida. Ketaveradi akalar. Bundan maydalashib kichkinalar tomonga o'tyapmiz. Sizlardan so'raydigan narsa akalar, bir dondan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib turaverasizlar. Bular tars lekin 2 marta ursalaring. Xo'sh keling. Kelar necha puldan narx aytilyapti bularga? 16 dan? 14,5 dan berilgan yo'q. Yaxshi. Kelar 16,5 dan. Yoshlari qanaqa? Ular necha oylik? Yo'q, hali. O'zi. Yaxshi. Bozorini bersan aka. Chep necha pul narx aytilyapti bularga? Necha pul narx aytilyapti? 15,5. Necha pul narx aytyapsiz? 17. Ana, kuchalar 17 million so'm narx aytilyapti, 15,5. Savdosi bo'lib turibdi hozircha. Yosh ko'chatlar. Nimaga maydalashib. Hozirgi mana uzoqdan ko'rsatib bering. Mana hozirgi 16 dan deylayotganlar. Chiroylilar, iloji boricha chiroylilarni olib beraveramiz. Oyli olsa belatda Rahmat, chep. Videoni uzmasdan syomka qilib beraveramiz. Voy, necha pul qilishyapti buni? Necha pul qilishyapti? hozir ushadi. 15 million xayri bor. 15 million ozmoz kami bor. Yoshidan. 15 million so'm ozmoz kami bor. Bu tomonlar ponni mayda. Voy, aka, necha pul qilishdi buni? 200 kam 11,5. 200 kam 11,5. Necha pul narx aytyapsiz? Endi aytilish narxi bordir. 12 ber, 12. Yaxshi. Arzon. Shunchalar 12 million so'm. Ular 1 metr. Hurmatli aka-ukalar, shu joyda syomkamizni akilamiz. Xudo xolasa qisqa va albatta mazmunli video qilib berdik. Videoda oxirida ham like bosib, obuna bo'lmagan obuna bo'lib turasizlar aka-ukalar. Kanalimiz yangi hali. Sizlarni bir dona bosgan like'larimiz kanalimiz ko'tarishiga sababchi bo'lib qoladi. Hurmatli obunachilar, Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva Choromol bozorida video syomkamiz bo'ldi. Nima deb o'ziga ham qochib ketdi, o'sha beryapmiz. Mana shu sog' bo'ylar, salomat bo'ylar 12-mart hafta kuniga yakshanba, 12-aprel aytmoqchiman aka, 12-aprel hafta kuniga yakshanba. Sog' bo'ylar, salomat bo'ylar.